Katta o'g'lim 2009-yil tug'ilib, 2011-yil o'tgan. Hozirgi o'g'lim 8-sinf bo'lgan o'g'lim. 10 oylik bo'lgan. Ketma-ket tuqqanman-da. Keyin oradan ancha dam oldim. Uy, joy, ish, shunaqa narsa. 2015-yil qizimni tug'dim. 40 kunlik o'tib qoldi. Qonda bilirubin degan modda bor-da, 450 bo'lib ketgan nimasi. Surishtirib, endi doktorlar aytgan qarindoshligini hisobiga shunaqa bo'lgan degan. Xo'p deganmiz. Qoninda infeksiya bor degan, xo'p degan. Sutingda infeksiya bor, xo'p degan. Ayb menda ekan. Faqat menga qo'yilgan ayb. Atrofda ham, ko'chada ham, mahalla qarindoshlarida ham kelinda infeksiya bor ekan. Menda endi. Ajratishga ham borganman. Ajrashaman deb turganman, xo'jayinim ajrashmagan. 3 ta farzandim bor. Azizbek 2010-yil sog'lom, o'zim emizganman. Zulfiya 2017-yil 1-sinf hozir 8 yosh bo'ladim. 8 yosh, 2017-yil. Abdullohim 2,5 yosh, quyoshchan. Kichkina akam o'g'limga e'tibor qildi, chaqaloq o'sha quyoshchamga e'tibor qildi. Nima o'g'ling bunaqa dedi. Nima qilibdi aka? O'g'ling bo'sh, o'g'lingda nimadir bor. Doktorga olib borgan dedi. Haqiqatga olib boraman. Hozir imkonim yo'q dedim. Men imkonim yo'q, to'g'risini aytdim. Men qarataman dedi. Falonchi doktorga borgan dedi. Bordik, bolang Down-ku dedi. Nima u dedim. Men tushunmayman, Down nimaligini bilmayman. Chunki radimda aytmagan. Nima u dedim. Darmon plus degan darmon servismida shunaqa joyga olib borib ko'rsatib kelasan, yuragini tekshirtirib kelasan. Xo'p dedim. Olib bordim, tekshirtirdim, yuragida 2 ta paroy bor chiqdi. Respublikanskiy sentr bor ekan, bolalar markazi. Qon topshirasan, 20 kunda javobi chiqadi, aniqlashtiramiz. Xo'p, unga topshirdik. Olib keldim. Bolam haqiqatda Down chiqdi. Lechini boshladik. Down nimaligini tushunmayman shunda ham. Keyin uyga kelib, YouTube'ga kirib, sekin ko'rdim. Yomon holatga tushdim. Xo'jayinim ishdan keldi kechki payt. Aytganimdan keyin aytib chiqib ketdim. Endi xayol surib anaqaga tushib qoldim. Nima endi 2 ta farzandimdan keyin bu yoqqa o'tib qolsa-chi degan qo'rquv bo'ldi. Holatni tushuntirib bera olmayman hech kimga. O'sha payt yomon qo'rquv bo'ldi sababi. Bu o'tib qolsa nima bo'ladi ahvolim? Bu bolalarim nima bo'ladi? Menga nimadir bo'lsa deb ichim kuyib ketdi. Yaxshi bo'ladi deyman. Emizaman, bolam uxlaydi, yig'lamaydi. Yig'la, Abdulloh, yig'la, to'polon qil deyman. Bolaga hech qachon yig'la demaymiz-ku. Yig'la o'g'lim deb yig'lardim. Xo'sh, yig'lashini kutardim, yig'lamas. Emardi, uxlardi. O'g'limni jinozini boshladik. 2 oycha o'tdi orada. O'g'limda o'zgarish bo'ldi. Yaxshi tomon o'zgarish bo'ldi. Uni maslahatini oldim. Shunaqa farzandlarga uchrashdim. Pensiyaga borib, birini ko'rib fikr qildim, ikkinchini ko'rib shukr qildim. Qarasam, meni bolamdan ham og'irrog'i bor ekan. O'g'lim formasi ham yengil chiqdi.